Qiynalgan paytlarim esimga tushdi, shuning uchun yig'lab bordim-da, xursandchiligimdan. Bizni g'aribona xonamizga kelib ham shunchalik qilib chiroyli qilib berganiga endi ishondik. Ushbu xonadonga birinchi kirib kelganimda yomg'ir yog'ayotgan kunga to'g'ri kelgan, oyog'im, tufliyim loyga botib qolgan. Yurishga ham qiynalganman, loy hamma yo'q loy anaqa botqoq holatda bo'lgan. Shirinbuloq mahallasida xatlov qilib yurganimda bu fuqaroning uyiga kirganman. Bular og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolganligi, ancha tushkun kayfiyatda ekanliklarini ko'rib turib, ularga yordam bermoqchi bo'ldim. Lekin hujjatlarni kiritganimda hattoki bolalar nafaqasiga ham rad javobi kelgan. Bu xonadonda ko'p yillardan buyon birga turardik. Endi biz xonadonlarimiz boshqa bo'lgan bilan ham shu bemor qizimizga doim ko'makdosh bo'lganmiz. Qiynalardim, sekin yurib borib kelardim. Lekin bir kishining yordamisiz ko'p joyga bora olmasdim. Oddiy hojatxonaga ham borishga qiynalardim. Yog'ingarchilikda umuman bormasdim. Bunga birinchi xizmatimiz markazimiz yuristi bilan gaplashib turib, hujjatlarni to'g'rilaganimizdan keyin bularga yordam ko'rsata oldik. Birlamchi bolalar nafaqasiga hujjatlari tasdiqlandi va bolalar nafaqasi tayinlandi. Biz bunaqa qonunlarni bilmaganmiz. Mana shular tavsiyasi bilan ancha-muncha yordamlar bo'ldi. Oldin unaqa emas edi, yordam berish unchalik emas edi. Chunki men aqda edim. Oldin aqda chiqqanman nogironlikka. Ha, endi unchalik haligi emasdi, e'tibor bermasdi. Endi bu kelganimdan keyin ancha o'zgarishlar bo'ldi. Zuhraxonni yolg'iz farzandi bo'lganligi sababli darslarga qatnasha olmasdi, onasiga qarab turardi. Biz Zuhraxonni kunduzgi qatnov xizmatiga jalb qilganimizdan keyin o'g'li darslariga muntazam qatnashishga erishildi. Kuchli tushkun kayfiyatda edim. Psixolog bilan gaplashib, ancha taskin topdim o'zimga. 1 millionga bir martalik yordam oldim. Keyin qishki sezonga bir martalik yordam puli oldim. Saxovat va ko'mak jamg'armasidan oziq-ovqat ajratishgan. Uy ta'miri uchun ham mablag' ajratilgan. Televizorlar ko'p ko'ramiz. Ko'rsatganda, palonchi kelibdi, pistonchi kelibdi, boshliqlar kelibdi desa, qaysidir boy xonadoniga olib kirib olib ko'rsatyapti-da, yolg'on, bu bekor aytibdi deb o'ylardim. Keyin mana hozir hayotimizda ko'rib turibmiz. Bizni xonamizga kelib ham shunchalik qilib chiroyli qilib berganiga endi ishondik. Bu haqiqat ekan, bor narsa ekan. Mazkur xonadonga ochilgan ijtimoiy ish doirasida bosqichma-bosqich xizmatlar ko'rsatib kelindi. Shuningdek, Prezidentimizning 49-sonli qarorlari asosida ushbu xonadonda ta'mirlash ishlari olib borildi. Eski holati boshqacha edi. Hozirgi holatini ko'rsangiz, u butunlay boshqacha. Shunchalik yordamlar qilishdi. Biz eshik derazalarimiz ham taxta eshiklar edi oldin. Mana akva eshik derazalar bo'ldi. Uylarimiz ichi chiroyli ta'mirlar bo'ldi. Hojatxonalar tashqarida edi. Hojatxonani ichkariga olib, yuvinish xonalari qilib berishdi. Endi qanaqa rejalaringiz bor? Mana yangi xonadon, yangi hovli. Rejalarim ko'p. Xudo xolasa to'y qilaman. Mehmonlar kutaman, xudo xolasa. Yaxshi ishlarni qilamiz. Shularning boshchiligida. Yig'lamasam ham bo'lmaydi-da. Qiynalgan paytlarim esimga tushdi, shuning uchun yig'lab bordim-da, xursandchiligimdan. Bundan tashqari 5 kilovatli quyosh paneli o'rnatildi. Natijada ushbu xonadonga passiv daromad kirib keldi. Chunki o'z ehtiyojlaridan ortib qolgan elektr energiyani sotish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Biz katta idoralarga quradi bunaqa narsani desak, yo'q. Homiylarimiz bor ekan. Bu hamma narsa bizga bepul ekan aslida. Bepulligini bilmasdan qo'rqibmiz. Endi minnatdor bo'lib o'tiribmiz. Mani uyim yangi bo'lmadi. Men o'zim yangi bo'ldim. Hayotga qiziqishim ortdi. Uyim remont bo'lgan sari meni ham qandaydir hayotga qiziqishim oshdi. Qandaydir rejalarni amalga oshirgim kelyapti. Endi ushbu xonadonga kirib kelganimda o'zim ham shunaqa mazza qilib ko'zim quvnayapti uylarni ko'rib, sharoitlarni ko'rib. Ushbu xonadonga birinchi kirib kelganimda yomg'ir yog'ayotgan kunga to'g'ri kelgan, oyog'im, tufliyim loyga botib qolgan. Yurishga ham qiynalganman, loy
hamma yo'qloy anaqa botqoq holatda bo'lgan, og'ir sharoitda bo'lgan. Mana hozir shunaqa chiroyli holatga erishildi. Eng asosiysi ushbu xonadon energiya tejovchi xomashyolar asosida ta'mirlandi. To'g'risi juda ko'p yordam olaman, lekin hayajonlanganimdan hozir hammasini aytib bera olmayapman. Lekin yordam berganlarga hammalariga rahmat, tanjolar sog' bo'lsin, umrlari sog' bo'lsin. Prezidentimizga, viloyat hokimiga, rayonimiz hokimlariga, ijtimoiy himoya xodimlariga, hammalariga ming rahmat aytaman. Hammanglar tan joyinglar sog' bo'lin, sog'lik, salomatlikda yuringlar. Allohning panohida bo'linglar, ilohim.